Alo bolam. Nimaga bunaqa yig'layverasan? Bolam. Boylik bilan farzandi ertagacha yo'q-ku. Oilaga tushuntirgan. Bolam endi 1,5 yil bo'ldi-ku to'yilaga. Mani qo'limda bo'lsa bir kunda homilador qilib qo'ymasmidim bolam. Olib bormagan joyim qolmadi-ku. Ha? Hamma so'rayapti oyijondan ham. Bo'ldi bolam, siqilmagin, xo'p? Siqilma. Nimaga haydab yuboradilar uyga? Yo'q. Yo'q oyijon, bo'ladi deb turgin. Duo qiling mani oyijon deb turgin sen ham bolam. Duodaman. Adila ham men ham duodaman bolam. Siqilmagin, albatta bo'ladi xudo xolisa. Axir doktorlar seni tug'adi dedi-ku. Alloh qo'lidagi ish-ku, bizning qo'limizda bo'lganda qaniydi? Mayli, siqilma bolam, siqilmagin. Bo'pti. Siqilma bolam, yig'lama. Alloh berguvchi, yig'lama. Voy odamlar nega unaqa ekan ha? Qizingni bo'yida bo'ldimi, keliningni bo'yida bo'ldimi deb nimaga so'rayverisharkin ha? Bu qanchalik og'ir botishini bilishmasmikin?